Zokir Hoshimov. Nur borki, soya bor. Yozuvchi nega aynan bu kitobga bunaqa nom bergan? Chunki o'sha vaqtlarda ham ko'p adolatsizliklarga, nohaqliklarga, vijdonsiz insonlar, poraxo'r insonlarni ko'p ko'rgan. Ichidagi bor dard, g'ussa, alamlarni qog'ozga to'kib sochgan va ichidagi iztiroblarga javob topgan. Va bu kitobga nur borki, soya bor deb nom berib, shu kitobni yozgan. Nur bu hayotdagi halollik, ezgulik, mehr-oqibat, adolat singari tuyg'ularni eslatadi. Soya esa adolatsizlik, befarqlik, vijdonsizlik, xiyonat kabi tuyg'ularni anglatadi. Bu nom kitobning falsafasini bitta ibora bilan ifodalab beradi. Dunyoning ishlari juda qiziq. Eng oqil mavjudot inson deymiz-u, ba'zan odamning arzimagan narsaga aqli yetmay qoladi. Bir paqirga qimmat, o'tkinchi fikr-chiqirlari uchun jon kuydiradi-yu, eng bebaho narsasi sog'lig'i ekanligini unutadi. Bu kitobda bosh qahramonimiz Sherzod ismli yigitning hayoti haqida yozilgan. Bosh qahramonimiz Sherzod matbuotda ishlaydi. Xalq g'amida yashaydigan yigit. U har doim adolat uchun kurashib, nohaqliklarga ko'z yumib ketolmaydigan yigit. Bu kitobda ham Sherzodni nur qiyofasida ifodalangan. Sherzodni ko'ra olmaydigan g'alamis insonlar ham ko'p edi. Sherzodning birgina xatosini deb yig'ilishda uni rosa koyib, hayfsan beradi. Sherzod jahl ustida restoranga borib, to'ygunicha ichib, ko'zini ochib qaraganda shifoxonada o'zini ko'radi. Shifoxonaning oynasidan razm solarkan, nega avvalroq sog'lig'imni qadriga yetmadim degan tuyg'u o'tadi. Sherzod shifoxonada uzoq muddat davolanadi. Kunlarning birida xonasiga yangi sherik keladi. Shifokor kirib, "Kiring, Sayfu Saqiyevich" deb o'sha kishini chaqiradi. Sherzod salom bersa, zo'rg'a oladigan, dimog'i baland kishi bo'ladi. Bu kitobda Sayfu Saqiyevichga o'xshagan dimog'dor, mensimaydigan, mansabparast insonlarni soya sifatida gavdalantirgan. Bu kitobni o'qiganingizda yuragingizning tub-tubida uxlab yotgan his-tuyg'ularni uyg'otasiz. Dunyo faqat soyadan iborat emasligi, oyning 15i qorong'u bo'lsa, 15i albatta yorug' bo'lishi haqida tushunib yetasiz. Hayotni har bir inson o'z qarichi bilan o'lchaydi. Kimlardir boyligi, mansabiga ishonsa, boshqalar esa o'zining halol mehnatiga ishonadi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, har bir inson adolatli, mehrli, halolligini yo'qotmasligi kerak.